Biz har kuni butun respublikamiz bo'ylab og'ir sharoitdagi xonadonlarni ziyorat qilib, ularga mehr ulashib kelmoqdamiz. Bu xonadonlarning aksariyatida biz kundalik hayotda foydalanishga o'rganib qolgan muzlatgich, gaz plita, changyutgich, televizor kabi maishiy texnikalarning birortasi yo'q. O'zingizga ravo ko'rgan qulaylik va yaxshilikni qiynalgan yetim, faqir miskinlarga ham ravo ko'ring. O'ylab ko'ring, siz uyingizni changyutgichda tozalab ishingizni yengillatasiz. Oziq-ovqatni zax yer to'lida emas, muzlatgichda saqlaysiz. Shu yordamchilar orqali mushkulingiz oson bo'lmoqda. Xuddi shunday, keling, siz ham muhtoj insonlarning og'irini yengil qiling. Siz ularning mushkulini oson qilsangiz, Alloh sizning mushkulingizni oson qiladi. Quyidagi raqamlarga ihson qiling, bizga bog'laning. Hech bo'lmaganda bitta muzlatgich, changyutgich yoki gaz plita olib berishga o'z hissangizni qo'shing. Har kuni ihson qilishga odatlaning.